Qadimda bibilarimiz, bobolarimiz, momolarimiz nafaqat bu 5 vaqt namoz, nafaqat bu ibodatlar, vaholanki undan yuqori olimlik darajasida bo'lganlar. Olimlik maqomiga yetganlar. Har bir xonadonda mullo bo'lgan. Mullo degani olim degani, madrasani bitirgan degani, ilmi bor degani. Mullo bobo kim? Ilmi bor odam, xabardor odam, oq qorani taniydigan odam. Mullogiri degan narsa bo'lgan. 29-yil, 27-yil mullogiri, ya'ni bilgan olimlarni, mullolarni istibdod tuzumi yo'qotgan. Shoir shunday deydi. Bir havaskor shoir nima deydi? Ser mullotar az injo jo nabud. Hech yak xonadonаш be mullo nabud. Mardha mullo bobo, mullo tog'o, mullo amak. Xola mullo, yanga mullo, amba mullo har zanak. Akamullo har kalonu, ukamullo xurtarash. Muxtasar merext mullo az zaboni har yakash. U nima deydi? Mullogiri oling mullalarini deganda qaysi birini olay dedi. Har bir xonasida buni mullo bor. Har bir xonasida buni olim bor. Hozir bir ko'chada 2 ta professor bo'lsa, o'sha ko'chaning nomi улица professorov bo'ladi. Professorlar ko'chasi bo'ladi. Vaholanki 2 ta professor umrining oxirida o'zi qilgan ishdan o'zi rozimi Xudo biladi. Ammo har bir xonadonda Sharif Buxoroni, Azim Samarqandni, Buyuk Shoshni har bir xonadonida mullo bo'lgan. Nima deydi? Ser mullotar az injojo nabud. Bunday olimlari ko'p, bu joydan boshqa joy yo'q edi. Olimlari juda bisyor edi. Hech yak xonadonash bemullo nabud. Hech bir xonadoni mullosiz emas edi. Mullo olimi bor edi. Har mard, mardosh, mardho, mullo bobo, mullo tog'o, mullo amak. Tog'o, amak emas. Diniy saviya pasaysa, farosat kamaysa, amak, xola, yanga, mullo bobo, mullo tog'o, mullo amak. Xola mullo, yanga mullo, amba mullo har zanak. Oddiy ayoli yo'q edi, hammasi mullo edi. Xolasi ham mullo, ammasi ham mullo, yangasi ham mullo edi. Akamullo kalontarash, ukamullo xurdakash. Katta odam bo'lsa akamullo bo'lardi. Xurdak bo'lsa ukamullo bo'lardi. Muxtasar merext mullo az zaboni har yakash. Har bir so'zida olimning ufuri bor edi. Har bir so'zida olimning nafasi bor edi deb aytgan ekanlar.